Bu bola 10 ming metr balandlikka chiqdi. Maqsadi video olib mashhur bo'lish edi. Minoraning tepasiga chiqqach, o'zini yengilmas insondek his qildi. Cho'ntagidan telefonni chiqarib, darhol ishga kirishdi. Kuzatuvchilari kutgandan ham tezroq o'sha boshladi. To'satdan osmon gumburlab ketdi. Orqasiga qaramay turib ham bu chaqmoqning dahshatli ovozi ekanini tushundi. Bexosdan pastga qaradi. Boshi aylana boshladi va bola qulay boshladi. Qular ekan, bolaning ko'z o'ngida butun hayoti o'tardi va shu lahzada parashyuti borligi yodiga tushdi. Darhol uni ochdi. Qutuldim deb o'yladi, ammo kutilmaganda parashyut ishlamay qoldi. Qattiq shamol uni sudrab baland binoning tomidagi temir darvoza tomon uchira boshladi. Kutilmaganda ko'z oldi yorishdi. Bu joy Namangan shahridagi yuk tashuvchi mashinalarga o'zlarini ishiga mos bo'lgan kuzov, budka, izotermik tent xizmatlari va ichlarini Ponur Abshevga polga tunika qilib beruvchi 4 yillik tajribaga ega bo'lgan Abdurashid akaning ustaxonasi edi. Ish sifatiga 5 yil garantiya beriladigan xizmatlar borligini ko'rdi va Abdurashid akaning mijoziga aylandi. Ekranda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.